Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana biz yana bir obyektlarimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. 0.35 qalinlik tunikadan foydalanganmiz. Hamma yo'g'ini oppoq qilib berganmiz. Shapkalarini esa, darvozaxonalarda esa shaxmatlarini mokriy bilan kombinatsiya qilib berdik o'rtoqlar. Xo'p, do'stlar, video ostiga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring, bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Narxlarga keladigan bo'lsak, buni 1 kvadratini 130 ming so'mdan hamma xarajati ichida qilib berganmiz. Tunika fonga kirmaydigan narsasi, kabeli bilan lampochkasi kirmaydi. Uyda egasi olib beradi. Qolgan hamma yo'g'ini reykasidan tortib miqigacha o'zimiz olib kelib ustanovka qilib beramiz. Shu narxning ichida. Biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Bemalol bizning raqamlarimizga bog'lanib aloqaga chiqishinglar mumkin. Biz borib kvadratlarini o'lchab, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Albatta tunikamizni yuqi qalinligiga qarab narx aytamiz. Sizlarga narxlarimiz qoniqarli bo'layotgan bo'lsa, yurakchalarda bittadan gumillatib obuna bo'lsalaring, juda ham yaxshi ish bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ustaxon Sherboldi. Rahmat.